Assalomu alaykum. Bizani o'z yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz kimdir bizdan arashan so'raganlar bor edi, adashmasam. Mana akalar, sizlarga ana shunaqa zo'r parodalarni topib qo'ydik. Undan ham oldin akalar Qo'chqorga e'tibor beramiz. Mana shunaqa udar bo'lgan qo'chqorchasi bor ekan. Mana akalar ko'rib olinglar. Qo'chqorga bitta like bosib qo'yamiz akalar videoni boshidan. Xudo xolasa akalar hamma ma'lumotlarni sekin-sekin sizlarga yetkazib Xo'p, e'tibor beramiz akalar mana. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tugal mahallasidan sizlar uchun mana shunaqa yaxshi, hammamizga yoqadigan svetdan topib qo'yganmiz. Ma'lumotlarni ham akalar sekin sizlarga aytib o'tiramiz. Akalar, Murod akamiz yo'llarga kelganmiz. Hamma ma'lumot Murod akam o'zlaridan sizlarga hammasini yetkazib o'ramiz. Murod aka, yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Va alaykum. Rahmat aka. O'zingiz zo'rmi? Charchami? Alloh qo'rangizni barakasini bersin aka. Aytganingiz kelsin aka. Aka, zo'rlari-ku bu safar. Udarlardan. Yashang. Yashang. Ilohim xizmatingiz abadiy bo'lsin aka. Aka, endi ko'ryapmiz, bularni tish qanday, yoshi qanday aka? Shu 2 tishga chiqib qoldi. 2 tishga chiqqan-a? 11 oylik, 10 oylik kami ham oldi chiqib boshladi. Ha, oldi tusoqqa chiqdi. Oldi chiqib boshladi. Akalar, oldi tusoqqa chiqibdi akalar, mana ko'rib olamiz. Xo'p, mana ushlanglar. Isboti bilan deng, nima? Mana akalar, 2 tish. Yashang aka. Chiqib boshladi. Mana oldi endi 2 tishga chiqib boshlabdi. Holati zo'r, badallariga qaranglar. Suyaklari yirik, mana shunaqa sariq, hammaga yoqadigan svetlardan akalar sizlarga ko'rsatish uchun kelganmiz akalar. Akalar, xizmatimizni bitta kichkina sanasalaringga bitta like bosib qo'yinglar. Hamma ma'lumotni sizlarga yetkazib aka, mana haqiqatan zo'r ekan. Tishlar bilan ko'rsatdik aka. Endi bu bo'yiga nima deymiz aka? O'ylan 75-80 ga olishursiz. 75-80 aka. Yashang aka. Bo'g'ozga 100% garantiya. Aka, Qo'chqor yuribdi, endi bekorga ko'rsataymi aka Qo'chqorni. Qochib ketgan. Qochganlik aniq. Endi bular aka sal kechki bo'g'ozda. 3 oydan beri yuribdi. Mana 3 oydan beri. Bayramda o'tib tug'ib boshladi. Xudo xolasa yanvarga qolmasdan, gapi. Akalar, yanvar oxirlarigacha xudo xolasa bolasini qo'llaringga olasizlar deganda, mana shunaqa ma'lumot. Yashang aka. Aka, endi umumiy sonini aytmadingiz, nechta bo'lyapti? 9 ta urg'ochisi va 1 dona qo'chqor. Mana akalar, 9 ta urg'ochi, 1 dona qo'chqor, ishqi 1 komplet. 1 komplet. Bir qo'raga olaman. Yashang. Xudo xolasa bitta obunachi shunday olib qo'yadigan, mana shunaqa udar bo'lgan bir partiya akalar. Ranglari lekin zo'r ekan akalar. Ranglariga bitta like bosib qo'yishingizdan chiqmas. Aka, endi mana ko'rdik. Holati zo'r, bo'g'ozligini aytdingiz aka. Buni endi narx-navosini so'rashdan oldin aka dastavkasini qilib bera olamizmi? Dastavkasini O'zbekiston bo'ylab narxi kelishsa qilib beramiz. Yashang. Narxini aytishdan oldin birinchi shuni so'rash kerak edi aka. Aka, endi mana ko'ryapmiz, hamma joyda dastavka bunaqa muammo qilishyapti. Sizda muammo bo'lmaydi. Bizda unaqa muammosi yo'q. Yashang. Xudo xolasa. Aka, mana endi bularning eng yoshini 10 oylik deb oldikmi? Shunday 10 oylikdan o'sha men tusoqqa tish yorgani ham bor. Tushunarli. Akalar, endi biz tushunamiz. Biz qo'yin orasida yuribmiz, biz tushunasiz. Shuning uchun obunachilarimiz orasida balki yangi endi qo'yini boshlayotganlar bor. Shuning uchun hamma ma'lumotni o'zingizdan so'rab olaveramiz. Qo'chqorda ham gigant qo'yilgan. Haqiqatdan akalar. Qo'chqor udar, rostdan Qo'chqorda hech qanaqa muammo yo'q. Aka, endi Qo'chqorimiz ham necha oydan, 2 oydan beri yuribdi dedingizmi? 3 oydan beri? 3 oydan beri. Yashang aka. Aka, bo'lmasa endi odamlarni ko'p kuttirmaylik. Narxini bir so'raylik. Nima deymiz endi? Narxini bunday Suhrobjon. Ko'rib yuribmiz, masalan 5 million ham sotilyapti, 5 milliondan oshiq ham, 4 million 800 ham sotilyapti. Bizda unaqa narxi yo'q. 4,5 million so'm xayrini qilib o'tib beraman. 4,5 million so'm. 4,5 million so'm Qo'chqor ichiga xayrini qilib o'tib. Qo'chqori bilan. Qo'chqori ichiga. Bir xillarga o'xshab to'qlilar 4 million 300 ming, Qo'chqori 7 million degan gap yo'q. Aka, bo'ldi. Endi birinchi marta sizdan video chiqaraman, gapni ochig'i. Shuni aka yana 100 ming kam qilaylik. Xudo xolasa shu narxga qo'yaylik. Hammasini bitta kishi oladi inshaalloh. Ilhomjon, Suhrobjon bunda. Hurmat sizga. Obunachilaringizni telefon qilib bitta joyga oldim deyishsa, sizni gapingiz yo'q demayman. 4 million 400 ming so'mdan Toshkentgacha dastavkasini qilib. Toshkentgacha. Yashang. Demak, akalar 4 million 400 dan Toshkentgacha dastavkasini akamiz qilib beradilar. Agar 4,5 dan bo'lsa, vodiygacha buyog'i. Kelishamiz u ham kelishiladi. Suhrobjon bunday gapni eshitdim. Bir xillarga o'xshab 4 million 200 ming, 4 million 100 mingdan to'qlini qo'yib 7 million so'm Qo'chqor emas. O'shansini ham hisobga Shunday. Agar Qo'chqori qoldirib 9 ta urg'ochini o'zini bering deyishsa, yana ham kelishamiz. Yana ham tushirib beramiz. Yashang. Xo'p. Yo'q, Qo'chqor ichiga olaman deysa, Qo'chqori bilan bo'lsa shu narxga beraman. Yashang aka. Aka, sizniki bu yog'i endi to'g'ri bo'ldi. Hammasini hisob-kitob bilan chiroyli qilib berdingiz aka. Pastda nomeringizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilishadi. Aka, balki xayriga ham biror narsa dermiz. Muomala qilamiz. Yashang. Degan odamga yana ham muomala qilib beraman xayrini. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Endi ma'lumotni o'zim bitta to'liq obunachilarimizga, endi oxiriga o'tkazgan obunachilarimizga yetkazib qo'yamiz. Akalar, umumiy soni 10 ta bo'lyapti. Bitta yirik Qo'chqori bilan tishi endi 2 tishga chiqqan. Xudo xolasa 4 million 400 dan startiv bahosi bo'ldi akalar. Hammasini holati yaxshi, rangi ro'yin qaranglar. Hammaga yoqadigan svetlardan bizni kuzatishda davom etinglar. Akaning nomerlarini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib o'zlaringiz baraka qolsalaringiz bo'ladi. Yana ham chiroyli narxda balki qilib berarlar. Tezroq shoshilamiz akalar. Bunaqa rangli, bunaqa sifatli qo'ylar tez orada sotilib ketadi. Qo'chqor ishlang. Endi qo'chqor.
Instagram qo'yar. Qaytarib